Tan narxi 269 million 900 ming so'mga kelib bemalol rassrochkaga aynan mana shu narx bo'yicha olib ketsalar bo'ladi. Xuddi shunaqa 35 million so'm naqd foydasiga kiradi bu yog'i. Xudo xohlasa mana. Oldin narxi 429 million 900 bo'lgan bo'lsa, rassrochkaga olib ketaman desalar, bemalol 404 million 900 ming so'mga kelib xarid qilib ketsalar bo'ladi. Mijozlarimizdan shoshilib qolishlarini so'rab qolaman, chunki sovg'alar soni baribir cheklangan bo'ladi. Shuning uchun qancha tezroq kelsalar, shuncha tezroq sovg'ani olib ketish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Mashina tan narxida 55 million so'm o'zgarish bo'lgan. Chery avtomobillaridan tezkor yangilik azizlar. Hammani ham avtosalonga kelib, narxlarni birma-bir o'rganib chiqishga vaqti bo'lmaydi. Mana bizning videomiz orqali bugungi kundagi narx-navolar bilan Chery avtomobillarini hozir tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga. Video albatta ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz uchun albatta manfaatli qilib berishga harakat qilaman. Shuning uchun bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimizdan bitta like bosib qo'yishini iltimos qilaman. Bo'lmasa sizlar tayyor bo'lsangiz, bizlar ham videoni boshlaymiz. Manzilni bitta eslatib o'taman-da, sekingina salonda ichkarisiga kirib, to'liq ma'lumotlarini boshlab nasib bo'lsa yoritaveramiz. Xo'p. Eski shahar yo'li Navoiy viloyati Karmana tumaniga qaraydi. M37 magistral trassa. Bu yoq tomonimiz Buxoroga chiqib ketsak bo'ladi. Mohinur to'yxonaga yetmasdan. Nariyoq tomonimiz esa Regal gostinitsa bor, o'shandan o'tgandan keyin. Xullas mana shu orada Haval, Changan, Chery avtosalonlari hammasi bitta joyda joylashgan. Bo'lmasa videoni ichkaridan boshlaymiz. Podдержка uchun hammaga rahmat. Yangilikni zo'r azizlar, Chery avtomobillaridan qaynoq foydalarni taklif qilib beramiz. Albatta foydalanmoqchi bo'lgan insonlarga zo'r qulay yangilik bo'ldi. Botirjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bugun Chery Navoiy avtosalonidan yangiliklarni Botirjon o'zim obunachilarga tanishtiraman deyapti. Qo'llab-quvvatlab turgan insonlar albatta bizdan manfaatli bo'ladi. Shuning uchun like bosib tomosha qilganlar uchun Botirjondan bugun zo'r yangilik bo'ladi. Shunday. Aynan avgust oyidan boshlab yangilikni zo'ri, ya'ni mashinalarimiz, aynan Arizo 6 Intelligent va Tiggo 8 gibrid avtomobillarimizning tan narxi endi o'zgardi. Ya'ni avgust oyidan boshlab yangilangan narxda bu narsa 1 oylik yo 1 hafta yo 2 oylik narsa emas, bo'ldi. Mashina tan narxi to'liq o'zgardi. Ya'ni men bu Intelligent Arizo 6 Intelligent Info pozitsiyasini oldin 279 million 900 ming so'mga xarid qilgan bo'lsalar, hozir kelib o'zining tan narxi 269 million 900 ming so'mga kelib bemalol rassrochkaga aynan mana shu narx bo'yicha olib ketsalar bo'ladi. Anakay. Haqiqatda buni yangilik desa bo'ladi. Shunaqa. Yana hayron qoldirib olamiz, ha? Agarda kelib naqdga olaman desalar, yana ham arzonroq qilib beramiz. Ya'ni 244 million 900 ming so'mga kelib naqdga bemalol olib ketsalar bo'ladi mana shu mashinada. Manakay. Shundayda jami cho'ntagimizda 35 million so'mdan naqd foyda qildikmi? Shunaqa. Xuddi shunaqa. 35 million so'm naqd foydasiga kiradi bu yog'i. Xudo xohlasa mana. Undan tashqari Tiggo 8 gibridimizga ham yangiliklari bo'ldi. Tiggo 8 gibridda endi luxury pozitsiyasi oldin 429 million 900 ming so'm bo'lgan bo'lsa, bugun, ya'ni avgustdan boshlab ushbu luxury pozitsiyasini kelib bemalol 404 million 900 ming so'mga xarid ketsalar bo'ladi. Oho, ana. Bu rassrochka narxida ham, naqd narxida ham o'zgarish bo'ldi. Yo'q, naqd narxida ham o'zgarish bo'ldi. Naqdga boshqa narx bo'ladi. Naqdga olaman desalar, kelib 374 million 900 ming so'mga bemalol shunday naqd berib olib ketsalar bo'ladi endi. Oho, anakay. Shundayda jami hisobda qancha foyda qildik avtomobilga? Endilikda avgust oyidan boshlab mana shu Tiggo 8 gibrid luxury'sini oldin narxi 429 million 900 bo'lgan bo'lsa, rassrochkaga olib ketaman desalar, bemalol 404 million 900 ming so'mga kelib xarid qilib ketsalar bo'ladi. Undan tashqari yana ham zo'ri, agar naqdga olaman desalar, kelib 374 million 900 ming so'mga bemalol olib chiqib ketsalar bo'ladi. Ya'ni bu birinchi boshlanish pozitsiyasi-na? Xuddi shunaqa. Ikkinchi pozitsiyasi bor, premium pozitsiyasi eng full bo'ladi u. Oldin uning narxi 449 million 900 bo'lgan bo'lsa, hozir kelib endi 429 million 900 ming so'mga rassrochkaga bemalol o'sha yangilangan narx bo'yicha olib chiqib ketsalar bo'ladi. Ya'ni oldingi narxi 449 million 900 ga emas, 429 million 900. Xuddi shunday. Realni narxi o'zi mana. Albatta. Undan tashqari buni ham agar naqdga olaman desalar, yana ham arzonroq olib chiqib ketadilar. 394 million 900 ming so'mga bemalol joyida shuni olib chiqib ketsalar bo'ladi. Qanaqa rang bo'lishidan qat'iy nazar. Jami hisobda bizda 55 million so'm 55 million xuddi shunday. Avgustdan boshlab mashina tan narxida 55 million so'm o'zgarish bo'lgan. Foydasi bo'lyapti, gap bo'lish mumkin emas.
zo'r niyat qilganlar bo'lsa, har bittalaringizga nasib qilsin. Bu avtomobilda o'zini alternativ raqobatchilarning ichida bitta ustun tomonini aytaman. Misol uchun, bu mashinani raqobat sifatida men BYDdan Song Plus modelini bilaman, ya'ni xalqimiz tan olgan chempion modeli. O'sha model bilan solishtiradigan bo'lsak, modelda bu flagman gibrid hisoblanganini hisobiga agarda benzinda harakatlanadigan bo'lsa, o'zini batareya yomkisini 100% gacha to'ldirish xususiyatiga ega. Xohlasangiz tokni o'zida, xohlasangiz umuman tokni o'chirib benzinda harakatlanish mumkin. BYDda esa maksimal benzin bilan harakatlangan paytida yomkisini to'ldirasiz, 30% gacha to'ladi, undan buyog'i 30 dan nariyog'iga oshmaydi. Undan nariyog'iga endi uy sharoitida ko'chada zaryad qilib yurish kerak. Buni ustun tomonlari ana shunaqa ekan. Xuddi shunday. Yaxshi, akalar, niyat qilganlar bo'lsa, albatta 1.5 turbina gibrid bo'ladi, 19-razmerli diskada bo'ladi. Salonlari ham boshqacha o'zi bo'lib chiqqan. Mana bu 7 ta o'rindiqli bo'ladi. Bu yeri koja bo'lsa, mana bu yer alkantara bo'ladi. Mana bu hattoki sidinalariga ham alkantara materiallari ishlatilgan bo'ladi. Oldi, orqa sidinasida ish sistemalari bor. Oldi sidinasida undan tashqari abagireflari ham bor. Premium pozitsiyasini olaman desalar, premium pozitsiyasida atamankasi va massajlarigacha bor. Podsvetkalarni qarang, qanaqa chiroyli. O'sha podsvetkani ham o'zlariga xohlab moslashtirib olsalar bo'ladi. Rangini o'zgartirsa bo'ladi. Qo'shishga qarab moslashtirsalar bo'ladi. Oho. Hattoki orqa o'rindiqlarda ham bor ekan. Qarang qanaqa chiroyli. Premium darajada mashina. 7-o'rindiqlarga ham kelsak, mana bu 7-o'rindiqlarni ham bir ko'rsangiz. Mana bu 7-o'rindig'i, bittasini yotqizib qo'yganmiz, bittasini ko'tarib qo'yganmiz. Yotqizilganda qanday bo'lishini ko'rish uchun, ko'tarilganda qanday bo'lishini ko'rish uchun. Mana bu ichidagi prostranstvo kichkina emas, tor emas, normal holatda bo'ladi. Endi asosan bu yosh bolalar uchun-da. Xuddi shunday 7-o'rindiq o'zi aslida o'sha yosh bolalar uchun qilingan bo'ladi. Mana bu narsa bilan uyda bemalol zaryadlasalar bo'ladi, 220 vattgacha. Agar stansiyada zaryadlayman desalar, 15 daqiqada 15% dan 80% gacha bemalol zaryadini to'ldirib beradi. Ya'ni mana bu uy sharoitida o'zini qo'shib beriladigan komplektdagi narsa. Xuddi shunaqa. Stansiyada esa bunaqa komplekt bo'lmaydi, to'g'rimi? Bo'lmaydi, stansiya o'zida bo'ladi. Qanday ochiladi? Shunday bosadilar, ochiladi. Mana bu joydan uyda zaryadlaydilar, ya'ni mana shu narsani olib chiqib qo'yadilar, mashina zaryad oladi. O'zi signal beradi, mana bu yerda datchiki bor. Keyin agar stansiyada zaryadlayman desalar, mana bu narsa orqali stansiyada bemalol bыстрый zaryadkada zaryadlasalar bo'ladi. Bu stansiyani o'zida bo'ladi, bu zaryadchigi. Stansiyani o'zida bo'ladi. Shunday tiqadilar, bo'ldi, zaryad oladi, shuni olib bo'lgandan keyin bemalol ketsalar bo'ladi. Tushunarli. Undan tashqari bizada hozir yana bir zo'r yangilik. Bu narsa o'tgan oy bor edi. Avgust oyiga ham cho'zdirdik bu narsani. Ya'ni Tiggo 7 Pro Premiumni bemalol kelib sovg'asiga propani bilan birga shunday olib chiqib ketsalar bo'ladi. Ana bu Tiggo 7. Tiggo 7, ana shu Tiggo 7ni bemalol propani bilan birga sovg'aga olib chiqib ketsalar bo'ladi. Bu narsa avgust oyi oxirigacha davom etadi. Mijozlarimizdan shoshilib qolishlarini so'rab qolaman, chunki sovg'alar soni baribir cheklangan bo'ladi. Shuning uchun qancha tezroq kelsalar, shuncha tezroq sovg'ani olib ketish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Mana bunga qo'shimcha hech qanaqa mashinaning tannarxiga pul qo'shilmaydi. Hech qanaqa yo'q, hech nima qo'shilmaydi. O'sha tannarxi bo'yicha, ya'ni 344 million 900 ming so'm tannarxi bo'ladigan bo'lsa, o'sha tannarxi bilan birga propani shunday olib chiqib ketadi. Tushunarli. Shunchalik mana mashina xarid qilganlarga sovg'a sifatida berilyapti ekan. Xuddi shunday. Ko'ringizlar obunachilar, ma'qul kelgan variantlarda foydalansangizlar bo'ladi. 1.5 turbina motor bo'ladi 7 Prolarimiz. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyasi bo'ladi 7 Proni hamda Arizo 6 Proni yangilangan narxdagi intelligent pozitsiyasi. Va 8 gibridimizga esa mashinada o'ziga 7 yil garantiya yoki 200 ming kilometrgacha garantiyasi bor. Akkumulyatorni o'ziga esa 8 yil garantiya beramiz. 8 yilgacha. Xuddi shunday. Yaxshi. To'lov turlari qanaqa endi? To'lov turlari xohlasalar рассрочка deydilarmi, avtokredit deydilarmi, lizing dasturiga ham bizda bor. Kelib, bemalol mashinani ko'rib, xohlagan to'lov turlari bo'yicha olib ketsalar bo'ladi. Bitta pasport evaziga eng kam boshlang'ich to'lov 15% dan boshlanadi. Botirjon, misol uchun qarang. Aynan mana shu foiz deb gapiramiz, lekin
Mashinaning tan narxlari har xil bo'lgani hisobiga obunachalarimizda aniq tushuncha yo'qda. Misol men olaman deb niyat qilib yuribman. Menga qo'limda qancha pul bo'lsa mashinaga yetadi. Bir bilib olishim kerak. Obunachilarimiz ham xuddi shu narsani bilib olish kerak. Misol uchun Ariza 6 Proga rassrochkaga xarid qilish uchun necha foiz, qancha so'm qo'limizda pul bo'lishi kerak. Qarang. Ariza 6 Pro'ni masalan mijozlarimiz rassrochkaga xarid qilaman desalar, eng kami 25% bo'lishi kerak rassrochkaga. Bu degani taxminan xo'sh 70 millionlar atrofida bo'lsa, Ariza 6 ni aynan mana shu full pozitsiyasini olib chiqib ketsalar bo'ladi. 70 millionlar bilan kelib, shunday joyda rassrochkaga xarid qilsalar bo'ladi. Keyin necha yil bo'ladi muddati? Muddatlari endi boshlanish to'loviga qarab o'zgaradi. 25 to'ladi. O'ziga bog'liq. 25% bilan 24 oyga chiqadi. 24 oy eng uzoq muddatga. Eng uzoq muddat, ha. Qancha ko'p boshlanish to'lovi qilsalar, shuncha ko'p uzoqroq muddatga chiqadi. Masalan 7 ni olaman desalar, bu ham xuddi o'shanda 25% boshlanish bilan rassrochkaga xarid qilaman desalar, chiqadi. Bunga boshlanish to'lov 80-90 million atrofida olib kelsalar, bemalol olib chiqib beramiz buni ham rassrochkaga. Botirjon, hozir aytgan boshlang'ich to'lovlaringizdan tashqari ham to'lovlar bormi? Sug'urta to'lovi bo'ladi endi. U sug'urta chunki qilinadigan narsa bank tomonidan qilinadi. Agar sug'urta to'lovini qilmasalar, bank ajratib bermaydi qanchadir summa. Kredit ajratmaydi. Shunaqa, kredit ajratmaydi. Shuning uchun sug'urta to'lovi bo'ladi. Shuni ham inobatga olishlarini so'rab qolaman. Biza taxminiy summani aytamiz. Masalan, 80 million olib keladilar. Undan tashqari sug'urta to'lovi ham bo'ladi. Qo'shimcha tarzda sug'urtachidan ham pul olib kelish kerak. Shunaqa. U sug'urta to'lovlari ham bankka qilinadi. Bankka. Avtosalonga qo'shimcha bir so'm pul to'lamaydi. Yo'q, avtosalon umuman hech qancha pul olmaydi mijozdan. Hamma narsa to'laqonli bank orqali bo'ladi. Tigo 8 gacha qancha pul bo'lishi kerak? Tigo 8 ni olaman desalar, bunga ham xuddi o'shanda 25%, taxminan 100 millionlari bo'lsa, kelib olib chiqib ketsalar bo'ladi. 100 million pul bilan 100 million bilan kattakon crossover inomarkani 7 kishilik crossover olib chiqib ketsalar bo'ladi bemalol. Ham ekonomичный bo'ladi. Tokda o'zida 100-110 kilometrgacha yuradi. Benzin rasxodlari ham kam bo'ladi. 5-9 litr bo'ladi shunaqa gavdaga. Mana eng muhimi yangi texnologiya flagman gibrid. Shunaqa. Avtosalonni manzili qayerda o'zi, Botirjon? Avtosalonimizda manzili Guli Karmanada, shaharda Gulidan Moxunurga qarab kelishda Cherenavoy chap tomonda joylashgan. Agarda Yangi yo'l tomonidan kelsalar, shaharda ichidan Regaldan shunday chapga burilib, Moxunurga yurib keladilar. Cherenavoy o'z yo'l ustida ko'rinib turadi chap tomonda. Tushunarli. Niyat qilganlar bo'lsa, obunachilar alohida ixlosmandlar uchun zo'r yangilik bo'ldi. Qachonki mashinalardan narxi tushsa xarid qilaman degan insonlarga mana obunachilar. Mana o'sha imkoniyat keldi. Aytib o'taman, yana bir marta eslatib o'taman. Bu vaqtinchalik narsa emas. Bo'ldi, mashina tan narxi tushdi. Ariza 6 Intelligent tan narxi 269-900 bo'ldi. Naqdga olaman desalar 244-900 bo'ladi. Tigo 8 gibridda ham narxi oldin masalan 430 bo'lgan bo'lsa, birinchi pozitsiyasining 404 million 900 bo'ldi. Naqdga olaman desalar 374 million 900 bo'ladi. Ikkinchi premium pozitsiyaniki esa 449-900 bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 424 million 900 mingga kelib bemalol xarid qilib ketadilar. Agar naqdga olaman desalar, uni ham 394 million 900 ga xarid qilib ketsalar bo'ladi. Bu vaqtinchalik narsa emas. Haqiqatda avtomobillarning real narxlari tushdi. Xuddi shunday. Undan tashqari kelib aynan Ariza 6 ni Intelligentini test drive ko'rsalar bo'ladi. Tigo 8 gibridni ham kelib test drive ko'rsalar bo'ladi. Bepul test drive'larimiz mavjud. Ertalabki soat 9 dan kechki 18:00 gacha kelib test drive ko'rsalar bo'ladi. Ish vaqtimiz esa ertalab 9 dan kechki 20:00 gacha mijozlarimizni kutib qolamiz. Dam olish kunlarisiz har kuni любой payt kelib ko'rsalar bo'ladi. Minib yurgan mashinalarimizni ham almashtirsa bo'ladi. Bemalol trading xizmatlarimiz ham bor. Mashinalarni olib keladilar, biz baholaymiz. Narxlari klientga ma'qul kelsa, eski mashinalarni olib qolib, o'rniga yangi mashina chiqarib beramiz. O'sha kunning o'zida 3-4 soatda bitadigan ish. Endi bozorga bor, uni bir haftada sotishi bor, sotolmasligi bor. Shunaqa, bozorda u sotiladimi, kimdir kreditga olaman deydi, yana muammosi bo'ladi. O'zimizga kelsalar, o'zimizda joyida naqd pul olinadi. Naqd pul to'lov qilinadi, olingan summa bilan mashinaga o'tkazib yuborasizlar. Shunaqa, xuddi shunday. O'sha sotgan summalarni mashinaga boshlanish to'lov qilib, mana qo'ysak bo'ladi. Yaxshi. Obunachilar, menimcha foydali ma'lumotlar uchun albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Botirjonga ham kattakon rahmat. Mayli, biz xalq xizmatidamiz, bemalol kelib ko'rsalar bo'ladi mashinani. Sog'lik, salomatlikda. Sog' bo'ling, charchamang, xo'p. Ko'rishguncha.